Mana bu birinchi etapni o'zi. Yaltirashni ko'ryapsizlar akalar. Tindoqligini qay darajada bo'lsa. Bo'lmagan joyi hali bu mana. Xudo xolasa video davomida ikkinchi etap tayyor holatini ham qo'yamiz. Mana tayyor holati akalar. Bitta ko'ringlar o'zlaring. Bundan tindoq bo'lishi mumkinmi? Bo'ldi-ku, bundan boshqa yaltiramaydi. Eng yaltiragan shu. Xudo xolasa idealniy bo'ldi. Qurq bo'ldi. Endi yig'ib beramiz. Shagri nima deyapti akalar? Qurtmi? bitti افتادم دامیس حیات وحشه بره بود اولش هفتی شد زد با دقل به ریشه تیشه رد شه ازم از این بهتر شم بزا بگذره برم تو خارم شب تویی که بهم میگی را بسته است با میکنم را